The Dubbing eng so'nggi animelar. Judayam charchadim. Mixay akajonim. Ertaga boradigan joyim juda xavfli ko'rinadi. Tirik qaytishimni ham bilmayman. Meni olib ketish uchun keldingmi? Yo'q. Men shunchaki har doimgidek xonimning ortidan ergashyapman. Chunki men Cecilia xonimning xizmatkoriman. Birinchi qism. Hujum. Nega kelding? Qaytib ket. Cecilia xonim. Menda hozircha faqatgina shu taom bor. Men yig'lamayapman. Ha, Arin, akam judayam kuchli edi, to'g'rimi? ha. Men hech qachon uni yuta olmaganman. Rostini aytsam, men hozir o'limdan juda qo'rqyapman. Men oilamning yoniga qaytishni juda xohlayman. Men ham albatta o'lamanmi? Men o'lishni istamayman. Cecilia xonim. Shu shahardan birgalikda ketishimizni istaysizmi? Oila haqidagi narsalarni unuting. Har xil mamlakatlarga borib, har xil shaharlarni ko'raylik. Qanday bema'ni gaplar. Albatta bunday qila olmayman. Unda men keyingi yilgacha kutaman. 12 yoshdan keyin biz ro'yxatdan o'tgan sarguzashtchi bo'la olamiz. Aytgandim-ku, o'shanda men maktabga borishim kerak. Maktabga borishni nima keragi bor? Men shuni nazarda tutyapmanki, har kim o'z hayotini tanlashi mumkin. Cecilia xonim, nima qilishni xohlaysiz? Menmi? Men nima qilishni xohlayman? Lekin men oilam yoki xalqim uchun emas. Men bu yerda qolishga o'zim qaror qildim. Arin, uyga qaytishimiz kerak. Ha, shunday. Va yana charchadim, ko'tarib ol. Ha. Arin, Ha, nima bo'ldi? rahmat. Arzimaydi.
Sesil. Ota. Sesiliya. Sizni tashvishga solganim uchun Cecilia. Tez orada. Biz tez orada metril qazib olamiz. Qazib olish huquqini qirollikka topshirsak biz seni majburiyatlardan ozod qiladi. Men qirollik bilan muzokara olib borishim qo'limdan kelganini qilaman. Shuning uchun qazib olishga shunchalik shoshilgan ekanda. Otajon, onajon. Men kim? Sesili Granville. O'z zodagonlik burchimni ado etaman. Men o'z zaifliklarimni yengish uchun shu yerga keldim. Agarda akam Mixay shunday qilgan bo'lsa, men ham qochib qutula olmayman. Alen 11 yoshda, mart oylari. B darajali sehrli toshni oldim. Mixail vafotidan yarim yil o'tgach, Granville oilasi avvalgi hayotiga qaytdi. Ritserlar ham barcha maxluqlar qishlog'ini yo'q qildi. Garchi deyarli hammasini men yo'q qilgan bo'lsam-da. Metril qazib olinadigan qishloqqa nihoyat odamlar ko'chib o'tishni boshladi. Yozdan keyin qazib olinish boshlanadi. Endi baron ham bir muddat xotirjam bo'la oladi. Keyin esa metril qazib ololmaydigan Karnelding harakatlari. U hali ham jim turibdi. Bu shubhali. Ehtiyotkorlikni pasaytirmang. Ha. Bunday tog'larga Cecil albatta chiqa olmaydi. Men ham ovga bormoqchiman. Meni ham olib ket. Uni kuchayish istagini tushunaman, lekin baron bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Garchi sehrgarlar uzoq masofadan zarba bera olsalar ham. Yetib keldim. Ular metril qazib olishga xalaqit beradi. Keyingi ov sizlar bo'lasizlar. Zirhli chumolalar uyasida mingdan ortiq zirhli chumolalar bor. Doim tuxum qo'yadigan B darajali zirhli chumolalar qirolichasi ham bor. Ma'lumotlar yetarli emas. Uning butun ko'rinishi haqida ham ma'lumot yo'q. Kirish va chiqish joyi bitta. Kengligi faqat bitta chumoliga mos keladi. Ichkariga kirib jang qilsam bu tugamaydi. Boshlanishdan oldin chumolalarning sonini kamaytiramiz. Tadqiqot uchun juda mos. Har qanday ishni sinab ko'rish kerak. Avval 6 tasini chaqiramiz. Ayiqlar, o'rgamchak, baliq. Hammasi chiqib kelyapti. Men ham hammasini yuboraman. Yaxshi urushni boshladik. Bir oy o'tdi. Hali ham zirhli chumolalar inini bosib ola olmadik. Haftasiga 2 marta, kuniga 2 tasini o'ldirish. 2000 ta zirhli chumolalarni o'ldirgan bo'lsam kerak. Nima uchun? Zirhli chumolalarni o'ldirganimdan keyin ertasi kuni ularning jasadi izsiz yo'qolyapti. Qirolicha ularni yeb, yangi tuxum qo'yyaptimi? Ko'plab ballarni to'plashim mumkin bo'lsa-da, cheksiz ko'payib chiqadigan chumolalar haqiqatan ham muammo. Nafaqat kirib bo'lmaydi, balkim sehrli toshlarni ham ola olmayman. Ko'rinishidan hujum usulini o'zgartirish kerak. Yana bir oy o'tdi. Men allaqachon 5000 tadan ortiq zirhli chumolalarni yo'q qildim. Shunchaki har kuni shu yerda qarab turishimga to'g'ri keladimi? Men faqat shu ishga ixtisoslashgan eksklyuziv ovchi qilib tayinlash mumkinmi? Nima? To'xtab qoldi? Bardoshim g'alaba qozondi. Endi navbat zirhli chumolalar malikasiga. Xolo, chaqirish. Ko'zdan kechiringlar. Xolo bilan ko'rishni baham ko'rish. Tungi ko'rish qobiliyati juda qulay ekan. Bu deyarli ulkan labirint. Qo'lga tushdi. Qaytadan boshlaymiz. Xudoyim, bu inkubator. Orqaga chekinamiz. Endi bitta xoroni yuboramiz. Qolgan xorolar bu yerni tekshirsin. 8 ta xorolarni boshqarishga miyam qotib qoladi. Shirinlik yegim kelyapti.
Xuddi RPG o'yinlarda kichik vazifani bajarayotganga o'xshayman. Kech bo'ldi, uyga qaytish kerak. Ammo bu qulay vaziyatni qo'ldan boy bermash kerak. Bu yaxshi, nihoyat topdim. 2 oy sarfladim, nihoyat seni topdim. Zirhli chumolilar qirolichasi. Ancha katta. Oddiy zirhli chumolilardan 3 barobar uzun. Biroq boshi zirhli chumolilar bilan bir xil. Birinchi navbatda boss jangining asosiy qoidasi: ayiqlar avval mayda dushmanlarni yenginglar. Yaxshi, faqat zirhli chumolilar qirolichasi qoldi. Jenurson, chaqirishimdan tez halok bo'lishyapti. Ayiqlar, uning qorniga zarba bering. Bor kuchingiz bilan tishlang. Ezib tashlang uni. Chaqiruvchilarim bilan mag'lub etdimmi? Maxluqlar qishlog'ini yo'q qilishda 200 dan ortig'ini ishlatgandim. Inglab zirhli chumolilar armiyasini tug'ilgani uchun zaiflashgan bo'lsa kerak. Kech bo'ldi, shaharga qaytishning iloji yo'q. Yana sababsiz ko'chada tunashga to'g'ri keladi. Endi haqiqatan ham qattiq gap eshitsam kerak. Sehrli maxluqlar bilan jang qilganimni dalilini tayyorlash kerak. Bu narsa hardcore rejim, Helmut. Faqatgina Meduza daybingda. Bu oq ajdarho tog'laridagi, inlardagi zirhli chumolilar malikasidan olgan zirhim. G'alati. Xursand bo'lishadi deb o'ylagandim, lekin unaqa bo'lishmayapti. Oqashdaho tog'lariga borganingni aytyapsanmi? Ishonarliroq qilib yolg'on gapir. Bu albatta zirhli chumolilarni rangidan farq qiladi. Zenov, nima deysan? Zirhli chumolilarni qirolichasini ko'rmaganman, shuning uchun. Va hatto bizni orden ham zirhli chumolilarni inini yo'q qila olmaydi. O'zing bo'yamadingmi? Yo'q, unday emas. Olen. Zirhli chumolilarni inida minglab zirhli chumolilar bor. Ichi esa xuddi labirintdek. Buni qanday qilib yengish mumkin? Uni yengishning usuli faqat chaqirilgan jonzotlar orqali. Men yana bir narsa olib kelgandim. Uni zirhli chumolilar malikasini o'ldirgan joydan topgandim. Bu mitril rudasi. Bu tasodifan topadigan narsa emas. Olen, batafsil aytib ber. Ha. Demak, bu haqiqat ekanda. Uya shu yaqin atrofda. Uyaning ichki tuzilishi shunday ko'rinadi. Shubhalanishga hojat yo'qdek. 5-rudali kon topildi. Ritserlarni darhol yuboraman. Alen, bu safar ishingni yaxshi bajarding. Sababsiz tunab qolishlaringni ayblamayman. Juda minnatdorman. Keyin esa mana bu rudani topding. Shuning uchun endi sen yangi mitril konini kashfiyotchisisan. Qazib olish konini topganing asosida senga qazib olish huquqini 30% beraman. Qazib olish huquqi nima? Tushunmasliging normal. Qancha foyda olishingga kelsak, sabr bilan kutib tur. Ha. Men juda ajoyib narsaga ega bo'lgandekman. Oktyabr. Men nihoyat 12 yoshga to'ldim. 100 yil o'tgandan keyin metal qazib olish qayta boshlandi va men topgan kon kelasi yil qazib olishni boshlaydi. Hududdagi sehrli hayvonlar endi qo'rqinchli emas. Qazib olish huquqi tufayli pulim haqida tashvishlanmasligim kerak. Lekin nimadir noto'g'ri ekanligini his qilyapman. Men o'ynashga bo'ladigan o'yinni sinab ko'rmoqchi edim, barqaror hayotni emas. Keyingi qadamni qo'yish vaqti keldi. Bugun kechqurun baron bilan masalani hal qilaman. Jenurson, qirolning elchisi yana keldi. Endi bu safar nima uchun kelgan ekan? Men ular shunchalik yaqin bo'lib, birga kelishini o'ylamagandim. Vicont Carnel. Bir ko'rishda yomon niyatda kelgan ko'rinadi.
Ikkovingizni bu yerda nima ishingiz bor? Sizni Mitrilni muvaffaqiyatli qazib olganingizdan xursandman. Bugun janob baron uchun bir taklifim bor. Granvel va Karnel ikki oila doimiy ravishda oq ajdarho ta'siriga uchrab keladi. Iqtisodiy ahvol tez-tez almashilinib turadi. Qirol ham bu muammoni hal qilishni istaydi. Bu oq ajdarho tog'larini birgalikda boshqarishmi? Birgalikda boshqarish? To'g'ri. Oq ajdarho tog'larini ikki oila boshqaradi. Daromad ham ikkalasi o'rtasida teng bo'linadi. Shunday qilib bu qayg'uli tarixga nuqta qo'yishi mumkin. Bu shartnomani biz huquqiy masalalar bo'yicha vitse-vazirlikdan yozdirganmiz. Graf Korneliy imzolab bo'ldi. Endi faqat baron imzosi qoldi. Uning g'alati kulayotganiga qarang. Demak, u oldindan aloqa o'rnatgan. Bu uchun kechirasiz. Bu taklif juda kutilmagan edi. Iltimos qirollikka borib tasdiqlashimga ruxsat bering. Nima? Oddiy baron meni so'zlarimga ishonmaslikka jur'at etadimi? Men hukmdor sifatida bunday yengil-yelpi qaror qilmasligim kerak edi. Mitril qonuni olgach o'z haqiqiy tabiatingni ko'rsatding. Unchalik ochko'z bo'lma, pushaymon bo'lasan. Yuz yillik mashaqqat, Granvel oilasi endi gullab yashnashida sen menga ulashishni talab qilyapsanmi? Qanday ahmoqona shartnoma bo'lishi mumkin? Ritserlar boshlig'i oq ajdarholar tog'lardami? Ha, 2 kundan keyin qaytishi kutilmoqda. U qaytgach, meni qirollik poytaxtiga kuzatib boradi. Qo'riqchilikdan bo'shash haqida gaplashish qiyin bo'lib qoldi. O'sha birgalikda boshqarish degan narsa, agar oq ajdarho harakatlansa iqtisodiy zarar ko'rmaydi-ku. Ha, shunday. Axir oq ajdarho qachon kelishini ham bilmaymiz. Shartlar yaxshi ko'rinadi, lekin gap graf Karnel haqida bo'lsa, boshqa narsa. U 100% kelishini buzadi, lekin rad qilsa, takabbur ko'rinadi. Endi baron nima qila oladi? Sesiliya xonim. Nima bo'ldi? Sesiliya. Kichkina ahmoq. Nima qilyapsan? Uni tezroq o'ldir. Juda kuchli. Kartani almashtirish kerak. Nima bo'ldi kichkina? Kela qol. Menga aytishing shart emas. Birdaniga kuchayib ketdi. Hazratim, kimdir bostirib kirdi. Sesiliya xonim, u nima? Bas qil, tezroq chekinamiz. Sesiliya. Yaxshi, tirik ekan. Ular juda mustahkam bog'labdi. Lekin chaqiruvchilarning ko'zlari ochiq bo'lsa, ular hali ham jang qila oladi. Chapi, chaqirish. Baham ko'rish. Hozirgi o'sha odamlar. Bu biror bir omborxona bo'lsa kerak. Oh, Dagra, nima gap? Nega ikkita bola? Bu bola qilich ishlatadi. Agar uni qul savdosiga borsak, yaxshi pulga sotishimiz mumkin. O'zingcha harakat qilishga ruxsat yo'q. Keyingisi bo'lmasin. Ha, uzr so'rayman. Agar qora sochli bola xalaqit bersa, uni o'ldir. Bu odam ulardan ham xavfliroq. Ha, la'nati. Nima uchun xo'jayin bizga boshliq qilib qotilni yollagan? Bu juda g'alati. Dagura jang maydoniga qaytgan. 1 yil ishlab qochib ketgan bir ahmoq-ku. Voy, bas qil. U bo'lmasa, kim Zenovga qarshi tura oladi? Zenov? Ritserlar boshlig'ini nazarda tutyaptimi? Zenov 10 yil davomida qal'ani himoya qilgan odam-ku. Dagura uni yenga oladimi? Kim biladi? Ammo Zenovning butun qo'shinini yo'q qilgan-ku. U yolg'iz, uyatni bilmay tirik qolgan. Qanday bo'lmasin, faqatgina tentaklargina jang maydoniga boradi. Jang maydoniga? Qayerdadir urush bo'layotgan ekan.
Qanday bo'lmasin boshqalarning yordamini kutgandan ko'ra o'zim harakat qilganim ma'qul. Voy, men metril qilichimni yo'qotibman. Menda hozir faqat shu qurol bor edi. Sesiliyani himoya qilib turib, jang qila olmayman. Men hushtakcha olib kelay. Hozir fursatdan foydalanib, qochish yo'lini avval tekshirib olaman. Kemada qush nima qilyapti? Kema? Bu kema kabinasi-ku. Granville mulkida dengiz borligi haqida eshitmaganman. Qanday katta kema? Qorong'u, allaqachon kech bo'lgan. G'alati, havoda uchib yuribmizmi? Aytayotgan kemangiz sehrli kema? Nima qilamiz? Havodan qochishni yo'li yo'q-ku. Yo'q, xotirjam bo'l. Yerga yaqinlashganda qochishga imkon bo'lishi mumkin. Hattoki restoran ham bor ekan. O'ylaganimdek kattaroq ekan. Bunday ahmoqona kulgi ortidagi odam, albatta. Tushunyapsiz-a? Men ham oldindan tayyorgarlik ko'rganman. Hozir olish huquqi haqida gapiryapsiz, shundaymi? Juda puxta ko'rilgan. Agar Granville poytaxtda tartibsizlik chiqarsa, ishlar juda qiyinlashadi. Xavotir olmang. Ogohlantirish xatimda yozib qo'yganman. Keraksiz ish qilmaslik kerak deb. Agar shunda ham shartnomaga imzo qo'yishga qaror qilmasa, uning yoqimtoy qizini bir qo'lini yuboringlar. Shunda muammo hal bo'ladi. Bu odamlar qazib olish huquqini olish uchun Sesiliyani garovga olganlar. Noto'g'ri yo'l. Uyg'ondingmi? Karnel mulkiga yaqinlashdik. Taslim bo'l. Nima seni qiynamasak tushunmaysanmi? Ishlar shu darajaga yetdi. Bunday qilishdan boshqa chora yo'q. Kartani odamlarga qarshi rejimga o'tkaz. Endi hujum qilish navbati menga. Ageha, chaqirish. Ularni uxlatib qo'y. Yaxshi, ish berdi. Ajoyib. Yo'qolib qoldi. Qarshi hujum boshlandi. Anime Medusa Diving kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berdi Agito hamda Medusa Queen, tarjimon hamda taymingchi Hakatao. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr, bizdan uzoqlashmang. あなたのぬくもりが答えをくれたから大切だと思えば思うほどなぜなくす時を想像してしまうのだろうどんなに傷ついてもささやかに願う一緒に生きること強くな